Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana bir bora ko'rishib turganimdan benihoya xursandman. Bugungi videomizda yana prezident o'yinini o'ynab dam olishga harakat qilamiz. Bu safar yangi sahranaqa boshlaymiz. Eron bilan boshlaymiz. Eron bilan o'ynab ko'ramiz. Buni ruscha qilib olamiz. Russkiy. Menimcha ovozlar yaxshi. Xo'p, Eronda hozirgi bugungi kundagi real hayotdagi holatdan kelib chiqqan holda Eron bilan o'ynash shaxsan menga qiziq tuyuldi. O'ylaymanki, sizlarga ham qiziq. Xo'p, Eron bo'lsa, bizda ahvol qanaqa? Nimalar bor, nimalar yo'q? Bizda suv yo'q ekan. Suv sotib olmaymiz. Biz suv chiqaradigan anaqa quramiz. Zavodda endi zavod. Xo'p. Mana mineralniy zavod. 15 taga yetar ekan. Temir bilan, taxta bilan beton. Xo'p. Elektr energiya qurishimiz kerak ekan. Bunga hech narsamiz yetmaydi. Shuning uchun taxta bilan temir sotib olamiz. Albaniya Turkiyadan olaylik. 16 ming taxta. Keyin betonni Pokistondan olamiz. Pulni ko'paytirib olgandan keyin yana O'zbekiston bilan qilgan ishimizni qilamiz. Vazirliklardan pul olamiz. Eronda eng ko'p pul vazirlik urush mudofaa vazirligiga sarflanar ekan. Mudofaa vazirligining o'zidan olsak yetarmikan? Voy, nima bo'ldi? Kuniga 4 mingdan tushar ekan. Infrastruktura shart emas. Sog'liqni saqlashdan ham olamiz. Vaqtinchaga o'lib qolmaydi. Milliy xavfsizlik xizmati. Bundan olamiz. Menimcha bo'ldi. 300 ming qo'ysak, keyin ishlarni boshlaymiz. Narsalarni qurib reytingimiz 20 ga tushguncha sabr qilaylik, keyin sekin ko'tarib olamiz. 39 ga tushdik mana. Xo'p, O'zbekiston bilan aloqamiz qanaqa ekan? Elchixonamiz bor, savdo shartnomamiz bor ekan. Yaxshi. Afg'oniston bilan chatoq ekan. Bu bilan aloqani yaxshilaymiz. Pokiston bilan yaxshi ekan. Saudiya bilan ham yaxshi ekan. Bu yerda Turkiya bilan tabiiyki yaxshi bo'ladi. Rossiya bilan ham yaxshi ekan. Rossiya bilan Qozog'iston, Indiya, degan
350 ming qilamizda 70 ming 80 mingdagi konsert berib reyting ko'tarib olamiz. Afrika, Misr bilan aloqani o'rnatsak, o'sha atrofimizdagi kuchli davlatlar bilan aloqa o'rnatsak bo'ladi. Xitoy endi Pekin uzoq bizga. 350 qilga 360 dan o'tdi, bo'ldi. Endi buni joyiga qaytaramiz. Xo'p, endi biz 3 ta konsert berib olaylik. Keyin gidroelektr stansiya qurishni boshlaymiz. Ya o'zimizda neft yo'q ekan. Xo'sh. Oho, soliqning balandligini qara. Voy, soliqni pasaytirsak tushib qolmas ekan. Shunaqa baland soliqda yasharmikan Eron? Minusga qarab ketdi. Yo'q, bo'lmaydi unaqasi. Mayli, ozgincha bo'lsa ham yashab turursin anaqada. Baland soliqda. Vashi farqi yo'q. Ko'tarilib ketdi. Juda ko'tarilib ketdi. Bo'ladi mana shu. Hop, pasaytirib olamiz, sekin-sekin pasaytirib olamiz. Bizda reyting yaxshi. Hop, gidroelektr stansiya uchun bizga Turkiyadan 43 mingta taxta olamiz. Xitoy uzoq Pokistondan olamiz 55 mingta. Keyin beton olamiz. Pokistondan 95 mingta. Falastindan olamiz 2,5 mingta bor ekan xolos. Temir olamiz. Temir juda ham noyob narsa mana shu o'yinda. Rossiyadan olaylik. Mayli, Xitoyligini olamiz. Keyincha bo'lgan bo'lar. Xo'p, akalar, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videolarda bundan ham zo'r o'yinni yoki shu o'yinni yana qiziqarli qilib keyingi versiyalarni chiqarishga harakat qilamiz akalar. Pokiston, Jazoir, Turkiya. Hop. Bitta atom elektr stansiya qurish uchun yetar ekan. Bitta qurib olamiz. AES qursak
5 ta elektr berar ekan. Suv ishlab chiqaradigan zavod hali ishlamabdi. Voy. Nega taxtadan beton sotib bo'lmayapti? Beton zavoddan qurishimiz kerak. Hozir AES qurib olganimizdan keyin AESimiz ham 1 yilda qurilar ekan. Ungacha men bundan qurib turayman ekan. 2 oyda bitar ekan. Mana shundan bitta qursak. AES bitguncha eplab turadi-da. Hop, beton zavod 40 ta bor ekan. Neft 12 ta neft bor ekan. Pokistondan yordam kelyapti. Shirinlik yaxshi. Biz suvimiz nima bo'ldi ekan? Suv elektr yo'qligi uchun ishlab chiqarmayapti adashmasam. Suv olishimiz kerak. Albaniya bilan Eronning anaqasi yaxshi ekan menimcha. Aloqasi. Mana. Savdo shartnomamiz bor ekan. Yevropa, Buyuk Britaniya. Mana Yevropa bilan aloqani yaxshilaymiz. Fransiya, Germaniya, Malta, Belgiya bor. Bryussel bo'ldi. AQSh bilan-chi? Endi AQSh bilan ham. Bu Grenlandiya. Daniyaga qarashli. Islandiya. Xo'p, Albaniyadan oxirgi narsamiz kelyapti, keyin boshlaymiz qurilish. Hozir 10 kun, 9 kunda issiqlik elektr stansiyamiz bitadi. Shu bilan menimcha elektr bersa kerak. Keyin ham beton zavodlar, suv ishlab chiqaradigan zavodlar ishlashni boshlaydi. Ishlayaptimi? Yo'q, orqaga ketyapti ekan. Kuniga 3000 suv ketar ekan, 3000 litrda. Mana 3000 dan ham ko'proq. Elektr bo'ldi. Yana bitta bosib qo'ydik shunda. Bittaga yetadi.
oltin chiqaradigan bitta ham anaqa shaxta yo'q ekan. 5 ta quramiz. Asosiysi oltin bilan oltin bo'lsa, misol betonni ham sotib olsa bo'ladi. Neftdan juda kam ishlab chiqarar ekan. Yaman urush qilmasligi akt. Senga hujum qilarmidim, durni tagidasan-ku. Mana Yaman. Afg'oniston savdo shartnomasi ijro etildi. Davay. Afg'onlar bilan aloqani yaxshilarish kerak. Rivojlanadi Afg'oniston ham. AES yomon cho'zilar ekan, 1 yilda bo'lar ekan AES. Biz armiyada nima gap ekan, armiyadan xabar olib qo'ydik. 524 ta kazarmamiz bor ekan. Xo'p. 523 ming askar. Buni ko'paytirib bo'lmaydi adashmasam, chunki kazarmamizda shuncha ekan, deyarli 407 ta qiruvchimiz bor ekan. Vertolyot 128 ta, tanki 1,5 mingta. BTR 8700 ta. Yaxshi. Mana bitta kichkina davlatcha bor edi. Mana. Bu bilan biz anaqamiz aniq ekan, urush kuchimiz, harbiy kuchimiz undan kuchli ekancha. Bitta udar bilan bosib olsak bo'ladi. Voy. Mana bitta qaysi davlat bor edi? Kuvayt bor edi adashmasam. Kuvaytni bosyapti Saudiya Arabistoni. Voy, burnimizni tagida urush bo'libdi, bilmabsiz-ku. Mana bitta kichkinagina Kuvayt bor edi. Saudiya bosyapti. Yerlamaslar. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga kirib bir nimalar qilmasak bo'lmaydi. Hozir urush vashi kerak yo'q. Zapret vayna. Biz ovoz ololmaymiz ekan. Lekin qurol embargosini joriy qilsak bo'ladi. Izrailga qarshi 3 yil. Davrit. Qurol sotib olmaydi ham, sotmaydi ham. Xullas akalar, bugungi videomiz biroz qisqa bo'ladi. Keyingi videoda uzoqroq qilib davom ettirishga harakat qilaman. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Sizlarning fikrlaringizga qarab ish qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.